Dangasa emas, uddaburon keluvchi qovurma xamir xasp. Qiymasini tayyorlab olamiz. Katta-katta to'ralgan piyoz, pare go'sht, zira, universal priprava, tabiga ko'ra tuz. Ezib aralashtirib 5 minutga qoldiramiz. Bir ro blender qilib olishimiz kerak. Xamir xaspda ko'pchilik farsh ishlatadi. Ishoninglar, bir marta farsh o'rniga shu usuldan foydalanib ko'ring, mazasi umuman o'zgacha bo'ladi. Mayda to'ralgan qizil yashil bolgarskiy. Bolgarskiylarni ovqatga blender qilib solinmaydi. To'raganingizda aromati ko'proq keladi. Pomidor, ukrop, kinzib, shunaqa maydalikda piyoz, tuz yaxshilab aralashtiramiz. Tovaga ozgina yog' solib olamiz. Guruchcha yog'ni qovurib olamiz, qizlar. Ustini qomguncha suv solib, tabiga ko'ra tuz solib, 10 minutga dimlaymiz. Guruchim dirkillab turishini qaranglar, shu usulda pishiringlar. Sochni bo'ldi, nachinka ham yaxshilab aralashtiramiz endi. Nachinkamiz guruch qo'shgandan keyin ham sochni turibdi. O'zimizdan qiynamasdan lavash xabirini so'qqa kvadrat kesib olamiz. Faqat bitta qo'yib tugamiz. Chetidan chiqib ketmasligi uchun to'g'ri o'rash yo'li. Ustiga yopdik, ikkita chetini bundoq ushab, mana. Hop, ketdi. Oxirida suv qilib yopib yuboramiz. Qovurishimizdan maqsad ishtaha ochar bo'ladi, lavash xamirimizga ham maza kirib oladi. Vohmasi o'zimdan katta qasqonimda 25 minutga dimlaymiz. Bu sous xonim uchun eng idealni sous. Kubik to'ralgan piyoz olgandan keyin universalni tuz yaxshilab aralashtirib yuboramiz. 2 osh qoshiqgina tomatni pasta qo'shamiz. Shakar qo'shib yubordim. Pomidorimiz shunaqa pishib ketgan sochni bo'lmasa, seli chiqmaydi, suv qo'shishligiga to'g'ri kelib qoladi. Qopqog'ini yopib 15 minutga dimlaymiz. Bilasizlar, qaynonamga uncha yoqatli yoqmaydi, lekin bu ovqatim shunaqangi yoqdi, bolalarim ham mazza qilib yeb olishdi. G'iz ochilib ketgan bo'lsa, yereshani bosib qo'ying, bilasiz-ku, ko'nglim ko'tariladi. Flavisi, jushesi ichimligi bilan bo'lsa, taomimiz yana ham mazaliroq. To'xtang, hali ham yereshani bosib qo'ymaysizmi? Mazasiga gap bo'lish mumkin emas, olinglar.